Shunday qilib, musulmon kishi bu kalima bilan dunyoga keladi va shu tavhid kalimasi ila dunyoni tark etadi. Beshik va o'lim to'shagi orasidagi, ya'ni umridagi vazifasi esa tavhidni ko'ngliga joylab, unga da'vat etishdan boshqa narsa emasdir. Tavhid Allohning qullaridagi haqqidir. Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam tavhid Allohning qullaridagi haqqi ekanligini, undan ayrilib g'aflatga tushish joiz emasligini bildirganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim Muoz ibn Jabaldan shu hadisni rivoyat qiladilar. Eshakka minib payg'ambarimizning izidan ketayotgan edim. U kishi menga shunday dedilar: "Ey Muoz, Allohning qullaridagi, qullarning Allohdagi haqqini bilasanmi?" Men: "Alloh va uning rasuli yaxshiroq bilguvchidir" deb javob berdim. Allohning qullaridagi haqqi unga ibodat qilishlari, unga hech bir narsani sherik qilmasliklaridir. Qullarning Allohdagi haqqi esa shirk keltirmagan qullarga azob bermasligidir. Men: "Ey Allohning rasuli, bu haqda insonlarga xabar beraymi?" dedim. "Yo'q, ular o'zlari bunga ishonadilar" dedilar. Uning ma'nosi Allohning insonni yo'qdan bor qilganida, unga hisobsiz ne'matlar berganida, quyoshni, oyni va kecha kunduzni unga in'om qilganida, aql berib so'zlashni o'rganganidadir. Bu yaratuvchining, rizq berganning, ne'mat berganning, o'rgatganning haqqidirki, unga nonko'rlik qilinmay shukr qilinsin, unutilmay zikr qilinsin, isyon etilmay itoat qilinsin. Yuqorida keltirganlarimiz ushbu oyatlarda ta'kidlanib kelmoqdadir. Allohga bandalik qilinglar va unga hech narsani sherik qilmanglar. Ota-onangizga yaxshilik qilingiz. Niso surasi 36-oyat. An'am surasining 151-oyatida shunday deyiladi: "Ayting, kelinglar, Parvardigoringiz sizlarga harom qilgan narsalarni tilovat qilib beray. U zotga biron narsani sherik qilmangiz, ota-onaga yaxshilik qilingiz." Al-Isro surasining 22 hamda 23-oyatida mazmuna shunday so'zlar bor: "Siz yana Alloh bilan birga o'zga biron iloh bor deb mazammatlanguvchi va mahrum bo'lguvchi bo'lib o'tirmang. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi." Payg'ambarimiz o'gitlari. Imom Zahabiyning Kaboir kitobida 43-gunoh kabira sifatida qayd etilgan gunohning nomi pokiza ayollarga tuhmat qilishdir. Alloh taolo Nur surasining 23 hamda 24-oyatlarida shunday deydi: "Albatta buzuq niyatlardan bexabar pokiza mu'mina ayollarni badnom qiladigan kimsalar dunyoda ham, oxiratda ham la'natga duchor bo'ladilar. Ular uchun ulug' azob bordir. U kun, ya'ni qiyomatda qilib o'tgan bo'xtonlari sababli ularning tillari ham, qo'l va oyoqlari ham o'zlarining ziyonlariga guvohlik berur." Pokiza ayollarni zinokor deb badnom qilib, so'ngra bu da'volarga 4 ta guvoh keltira olmagan kimsalarni, ularni 80 darra uringlar va hech qachon ular tomonidan biron guvohlikni qabul qilmanglar. Ular fosiq, itoatsiz kimsalardir. Nur surasi 4-oyat. Haromdan saqlangan pokiza hur ayolga kimda kim zinokor yoki fohisha deb tuhmat qilsa, unga dunyoyi oxiratda la'nat va ulkan azob bo'lishini, bu dunyoda esa 80 darra urilib, garchi ishonchli bo'lsa-da guvohligi qabul qilinmasligini Alloh taolo bayon qildi. Payg'ambar alayhisalom 7 ta halok qiluvchi ishdan saqlaninglar deb, ular orasida buzuq niyatlardan g'ofil, pokiza mu'mina ayollarga tuhmat qilishni ham sanab o'tganlar. Muttafaqun alayh. Tuhmat qilish pokiza, hur, begona, muslima ayolga ey zinokor, ey fohisha va yo shunga ma'nodosh so'zlarni aytish, erga ey fohishaning eri, o'g'liga ey fohishaning o'g'li, qiziga ey fohishaning qizi deyish yoki shu kabi so'zlarni so'zlashdir. Bironta erkak yoki ayol boshqa bir erkak yoki ayolga va yo yosh bolaga shu va shunga o'xshash so'zlarni aytsa, shu so'zlarning rostligiga 4 ta guvoh keltirishi lozim. Agar keltira olmasa, tuhmatga uchragan erkak yoki ayol talab qilsa, unga 80 darra uriladi. Shuningdek, quliga tuhmat qilgan kimsa ham azobga giriftor bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, kimki quliga zinokor deb tuhmat qilsa, qiyomat kunida unga had, jazo qo'llanadi. Agar gap rost bo'lsa, jazo qo'llanmaydi. Muttafaqun alayh. Ko'p johillar mana shunday behayo so'zlarni aytishga odatlanib qolishgan. Holbuki ular mana shu so'zlar bilan dunyoda gunohkor bo'lib, oxiratda azobga giriftor bo'ladilar.
Zero payg'ambar alayhisalom aytganlarki, banda o'ylamasdan, e'tibor bermasdan bir so'zni aytadi-da, u sababli mashriq bilan mag'rib orasidagi masofadan uzunroq masofaga do'zaxga qulaydi. Muttafaqun alayh. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom odam farzandi xatolarning aksariyati tilidandir dedilar. Tabaroniy hamda Bayhaqiy rivoyati. Boshqa bir hadis sharifda kimki Alloh va oxirat kuniga ishonar ekan, unda yaxshi, foydali gap gapirsin yoki sukut saqlasin deyilgan. Muttafaqun alayh. Savbon radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom tiliga egalik qilgan, uyi sig'dirgan, kenglik qilgan va xatolariga yig'lagan kishiga jannat bo'lsin dedilar. Tabaroniy hasan hadis degan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom aytdilar: mo'min ta'na qiluvchi, la'nat aytuvchi, axloqsiz va behayo so'zlovchi bo'lmaydi. Tirmiziy rivoyati. Alloh taolo lutf marhamati ila barchamizni tillarimiz yomonligidan saqlasin. Albatta u saxovatli, marhamatli zotdir. Hikoyat. Hikoyat rukni ostida berib borilayotgan rivoyat va hikoyatlar Muhammad Hafizahulloh tomonidan yozilgan ulamolarimiz siyratlari deb nomlanmish asaridan olingan. Ushbu asarni o'zbek tiliga tarjima qilgan yaqinlarimizning haqqiga duo qilgan holda eng ta'sirli voqealarni e'tiboringizga havola qilamiz. Hadislar juda ham qattiq ta'sirli va ularni o'ziga yarasha haybati, o'ziga yarasha hurmati bor. Bu olimlarimiz o'z shogirdlariga ta'lim berishayotganlarida berayotgan narsalarining qadrini tushuntirib keyin berishar edi. Ibn Abi Xotimdan rivoyat qilinadiki, Imron ibn Uvayna dedilar: bizga Ato ibn As-Saib aytib berdilar va aytdilarki, Abdurrahmon As-Sulamiyga biz Qur'on topshirar edik. Birortamiz u kishiga kundalik darsimiz Qur'onni o'qib berganimizdan keyin u kishi bizga: sen mana Allohning ilmini olding. Bugun sendan hech kim afzal bo'la olmaydi, illo amal bilan. Ya'ni aytmoqchilarki, sendan kimdir afzal bo'la oladi, agar amalda sendan afzal bo'lsa. Va Qur'oni Karimdan Alloh uni o'z ilmi bilan farishtalar shohid bo'lib turishgan holatida nozil qildi va Alloh kifoya qiluvchi shohiddir degan oyatni o'qir ekanlar. Shu o'rinda olimlar va mutaallimlarning holatlariga e'tibor bersak, olimlar o'z shogirdlariga olishayotgan ilmlari nima ekanligini, uning qadri qanchalik oliy ekanligini sezdirishar edi. Shu sabab bu ilmni shogirdlarga buyuk ta'siri bo'lar edi. Vahiy dalillarni ehtirom qilish, ularni chegaralab qo'ygan chegaralarda to'xtash, ularga e'tiroz qilmaslik kabi tushunchalar musulmon kishi hayotidagi juda muhim tushunchalardir. Masalan, bu narsa Qur'onda aytilgan deb aytilsa, hech qanday e'tirozsiz taqqa to'xtash yoki hadisda aytilgan deganda darrov o'sha ishni qilishlik bu musulmon kishi hayotidagi muhim tushunchalardir. Va Qur'on va hadis hujjatlarini hurmat qilish kerak ekanligi, ularni chegaralab qo'ygan chegarasidan chiqmaslik, ularga e'tiroz qilmaslik haqida soatlab ma'ruza, xutbalar qilgandan ko'ra bitta ikkita hayotiy misolni ko'rishlik ko'proq ta'sir qiladi. Bunga birgina misolni keltirishimiz mumkin. Muhammad ibn Ahmad al-Balahiy al-Muazzin aytadilarki, Shayx ibn Abi Shurayh bilan birga uzoq safarda edik. Tog'dan o'tib ketayotgan paytimizda tog' aholisidan bir kishi kelib, ayolim 6 oyda tug'di. Ya'ni bu 6 oyda tug'ilgan bola mening bolammi yoki meniki emasmi deb so'radi. Shunda Shayx ibn Abi Shurayh sening bolang dedilar. Chunki payg'ambar alayhissalom farzand to'shakka nisbat qilinadi deganlar. Ya'ni ayol kimning to'shagida bo'lsa, bu farzand o'shaniki bo'ladi. Agar nikoh qoyim joyida turgan bo'lsa, o'sha ayoldan tug'ilgan farzand bu erkakka nisbat beriladi. O'shaning farzandi deyiladi. Shunda haligi savolni bergan odam savolni boshqatdan berdi. Bu kishi ham qanday javob bergan bo'lsalar, yana o'shanday javob berdilar. Shunda haligi kishi men bunday deb aytmayman. Ya'ni hadisdan qanoatlanmadi. Hadis unga yetarli bo'lmadi dedi. Shunda Ibn Abi Shurayh qilishlarini yalang'ochlab haligi odamga o'qtalib, bu g'azot dedilar. Ya'ni sen hali bizlarga g'azot qilyapsanmi dedilar va unga tashlanib ketdilar. Biz hammamiz u kishini to'xtatib qolishga tashlandik. Shayx ibn Abi Shurayhni qo'l oyoqlaridan ushlab yalina boshladik. U johil, nima gapirayotganini bilmaydi, kechiring uni deb yalindik. Shundan so'ng haligi savol bergan odam salomat qoldi. Bu hodisalardan ulamolarning nusus, vahiy hujjatlarini qanday hurmat qilganlarini ko'ramiz.